7-may kuni keldingiz. Bugun 21-may kuni 2025-yil. Birinchi kuni kelganingizda nima kasalliklaringiz bor edi, opa? Men bu yerga birinchi kelgan kunim qon bosim baland edi. Oho. Nechigacha ko'tarilardi? 180 ga 100 bo'lib chiqqandi. Oho. Keyin yana nima bor edi? Keyin vahima kasallik bor edi. Aha. Yanachi? Yopishqoq fikr ko'p edi juda ham. Aha. Yana nima bor edi? Qabziyat bor edi. Hozir shu kasalliklar nima bo'ldi? Shular hammasi yo'qoldi. To'xtang. Qon bosim necha yildan beri mezota qilardi? Qon bosimim ancha yil bo'lib ketdi. 5 yilmi, 6 yilmi, qancha? 10 yillar bo'lgan. 10 yillar. Vahima kasallik, yopishqoq fikrlarga qancha bo'ldi? Bular ham shu eski dard. 10 yil, 15 yil bo'lib ketdi. Oho. Qabziyatgacha? Qabziyatim barobar yuribdi-da, shu har. Barobar yuribdi. Siz hozir davleningiz oshyaptimi? Bizani kursimizga kelgandan burun davleni bezovta qilyaptimi, yo'qmi? Yo'q, sezmadim. Davlenim yaxshi. Bezovta qilmay qo'ydi-a? Bezovta bo'lmayapman. Siz sog'aydingizmi, sog'aymadingizmi davlenadan? Sog'aydim, soppa-sog'man hozir. Vahima kasal bilan yopishqoq fikr nima bo'ldi? Bular ham ancha cheklandi, nima bo'ldi? Yo'q bo'ldi. Yo'q bo'ldimi? Yo'q. Nech foizi yo'q bo'ldi? Nech foizi qoldi? 100% yo'q bo'ldi. Значит, tuzalibdi-da. Qabiyatim yaxshi. Ichga yurishib ketdimi? Yurishib ketdi. Bir kunda necha mahal chiqasiz hojatga? 2 mahal chiqayman. Normal, juda normal. Bundan chiqsa siz soppa-sog' bo'lsizmi, soppa-sog' bo'lolmaysizmi? Soppa-sog'man deb o'ylayman. Mana shu yerda siz Ahmadjon Hasanov aytgan narsalarni bajarib, sog'lig'ingizni tikladingizmi yo dori-darmon bilan tikladingizmi? Yo'q, dori-darmon yemayman. Yemadim. Mana aytganlarni bajardingiz, sog'aydingiz, to'g'rimi? Ko'pchilik o'zicha dori-darmonsiz sog'aytirib bo'lmaydi, bu odam aldaydi deydi. Men odamlarni aldar ekanmanmi? Yo'q. Iltimos shularni o'ziga bir og'iz ayting, biror narsa deyin shularga. Bu yerda sizning aytganingizni e'tibor bilan quloq solib qilsa, hammasi joy-joyiga tushar ekan, yaxshi. Bundan og'ir rak kasalliklar men aytgan narsani qilsa tuzaladimi? Tuzaladi ekan, masalan. Hamma kasallikni shifosini berib qo'ygan Alloh ana shu narsani odamlar o'zi topish kerak deb yozilganda hadisda. Mana shuni siz topdingiz. Ishondim men. Ishondingiz, organizmingizni quvvatini joyiga qaytardingiz, organizm sog'likni o'z-o'zidan tikladi. Shunga bo'ldimi? Shuni tushunayman. Men hech narsa qilmadimmi? Yo'q, sizning nimangizga e'tibor bilan qarab, aytganlaringizni qildik, hammasidan qutuldik.